Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Tracing Mindset. Bugun sizlar bilan Elliot to'lqinlari, SNC strategiyasi va trendni to'g'ri aniqlashlikni o'rganib olamiz. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi video darsimizda sizlar katta strukturalar bo'yicha ishlashlikka va katta bir trendlarni ushlashlikka ya'ni moslashadigan strategiyalarni o'rganasizlar. Men chizadigan narsalarni daftaringizga, daftar ruchka qo'ygan holatda ishlatgan bo'lsanglar, daftaringizga ruchkalar bilan shu yozib, chizib, o'sha qonun qoidalarni eslab qolib boshlasanglar, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Agarda kimdir shu paytgacha qilayotgan bo'lsa, menga Telegram lichkamga deylik rasmini yuborsanglar, men xursand bo'laman, chunki o'tayotgan narsalarimni kimdir ishlatayotgan bo'lsa, kimdir foydalanayotgan bo'lsa va o'sha narsani chizib va bu video darslarimizga boricha e'tibor bilan ya'ni kirishayotgan bo'lsa, men buni ko'rib xursand bo'laman. Xo'p, kimdirlar hali endi yurg'izmoqchi bo'layotgan bo'lsa, shu paytgacha uchta video darslarimizda chiqqan switchnoy analiz haqida o'sha darslarimizdan ko'rgan holatda uchta switchani bir varaqqa chizib turib, uni qonun qoidalarini ikkinchi varog'iga yozsanglar va undan keyin yana uchta switcha yana qonun qoidalarini yozasizlar. Bu narsa sizlarga juda ham katta yordam beradi degan umiddaman. Kimdir meni tushunadi degan umiddaman. Ya'ni sizlar mana bu holatda ishlaylar demoqchiman. Ya'ni misol uchun birinchi varaqqa misol uchun mana bu holatda deylik switchalarni chizasizlar. Ikkinchi varog'iga esa misol uchun mana shu ikkinchi varog'iga esa qonun qoidalarini. Tushunarli? Bu narsani misol uchun o'tkazgan paytingizda keyingi varog'ida ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda misol uchun bu tarafida qonun qoidalar yozilgan, bu tarafida chizilgan, bu tarafida qonun qoida. Bunday qilib yana o'tkazganda keyingi, ya'ni uchta switcha yana bu yerdan chizilgan, misol uchun bu yerda qonun qoida. Menimcha tushuninglar degan umiddaman. Mana shu holatda chizib uyga vazifalar qiladigan bo'lsanglar, bu sizlarga ham yordam bo'ladi, menga esa motivatsiya bo'ladi. Nima uchun sizlarga yordam beradi bu narsa? Chunki fransuz ustozim aytganlarki menga yozsang esingda qoladi, o'qi x y X, Y, qo'shuv 8, 7. aytadi-ya taka. Shu qilib men bordi-yu, x y o'qi. Senga o'rgatmayman, o'rgan X, Y. Hop, mayli, hazildan boshladik darsimizni. Bo'lmasa, menimcha tushuninglar degan umiddaman. Bo'lmasa, Qunduz buvani ertaklariga xush kelibsizlar. Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Bo'lmasa, biz darsimizni boshladik. Hop, bugun Qunduz bobo, ertaklaringizni aytib bering. Amakijon, bugun yangi qiz o'qib berasiz, ha? Bittasini aytdingiz, yana bitta aytib bering. Hop, bo'lmasa, bugun SMC trend to'g'ri aniqlash Elliot to'lqinlari. Xo'sh, SMCdan boshlayveramiz. Trend to'lqinlarini, trendni aniqlashlarni keyin yaxshilab o'sha SMC bilan birga qo'shib tushuntiraman, tushunarli? Alohida narsada o'ylab qolmanglar faqat. Hop, ketdi. Bo'lmasa, bizada trend bizada ikki xil. Sell trend, buy trend. Tushunarli? Sell trendda narximizni mana shu strukturaga e'tibor qaratinglar. Sell trendda narximizni yuqoridan pastga harakat qiladi. Tushunarli? Real grafik holatda esa mana ki narximizni yuqoridan pastga harakat qilyapti. Misol uchun, hop, chizma holatda esa men sizlarga tushuntirib beraman. Narximizni yuqoridan pastga harakat qilyaptimi, bu sell trend. Narximizni agarda bu narsani teskarisini qilayotgan bo'lsa, ya'ni narximizni pastdan yuqoriga o'sayotgan bo'lsa, bu buy trend.
tushunarli. Buy trend esa bu mana ki misol narximizni yuqoriga harakat qilmoqda, tushunarli. Mana shu. Xo'p, strukturamizga qaytamiz. Xo'sh, narximizni demak tushunib oldik harakatini. Narximiz deylik pastdan yuqoriga harakat qilayotgan bo'lsa, bu buy trend. Impulsivni harakatlar esa mana bular ataladi. Tushunarli? Mana bu narsani sizlar unutmanglar. Impuls bilan trendni adashtirib yuborishadi ko'p kishi. Xatoylar mana shunda bo'ladi. Impuls degani narx ma'lum bir vaqt oralig'ida bir tarafga bo'lgan harakatda bezatkaz, tushunarli, bezatkaz harakat qiladigan bo'lsa, bu narsa impuls. Ya'ni narximizni minimum deb mana bu pastki nuqta olinadi. Minimumdan maksimumgacha bo'lgan harakatimiz bezatkaz bo'ladi, tushunyapsizlarmi? Sizlar grafikda mana bu yergacha tasavvur qilinglar. Endi men bu yerni chizib qo'yganman-da, endi kerak. Lekin sizlar deylik grafikda mana shu yerni ko'ryapsizlar faqat. To'g'ri? Mana shuni tasavvur qilinglar. Narximizni mana bu harakati bu impuls. Mana bu harakat esa откат. Tushunarli? Откат. Откatni sizlar shuni tushunib olinglarki, откат har doim o'zidan oldingi minimumni yangilamaslik kerak bo'ladi. Lekin bu narsa esa trend davomiyligida esa o'zgarishga sabab bo'ladi. Impuls, kuchli impuls bo'lgan paytda narx откatni minimumni ko'pincha yangilab yubora olmaydi. Bu narsani hali tushuntirib beraman. Minimumni yangilaydigan variantlar bor, yangilamaydigan variantlar bor. Xo'p, minimum maksimum nimada u? Minimum maksimum degani narximizni pastki nuqtasi. Ya'ni mana bu joyi, pastki joyi minimum. Maksimum esa narximizni pastdan yuqorigacha bo'lgan harakati, maksimalni harakati yuqoriga mana shuncha bo'lgan bo'lsa, demak bu yuqori harakatni o'sha maksimum deb olishadi. Endi shu shunaqa ruschada mana shunaqa deb olinadi. Minimum, maksimum, tushunarli? Mana shu. Bu narsa teskari bo'ladigan bo'lsa ham xuddi shu narsa. Ya'ni narximiz deylik yuqoridan pastga harakat qildimi, maksimum yuqorida bo'laveradi, minimum esa pastda bo'laveradi. Tushunarli? Grafikda sizlar misol uchun pastki oralig'iga misol uchun e'tibor qaratyapsizlarmi, demak u minimum. Agarda sizlar yuqori oralig'ga e'tibor qaratyapsizlarmi, demak u maksimum. Tushunarli? Menimcha tushuninglar degan umiddaman. Bo'lmasa ketdi. Davom etamiz. Xo'p, demak, impulsimizni bir tarafga bo'lgan harakat, tushunarli? Bir tarafga bo'lgan kuchli harakat bu impuls. Bezatkaz bo'ladi u narsa. Narximizni откат esa mana bu harakat bo'ladi. Tushunarli? Откат. Bu narsa bozor dam olishligi yoki-da qaytishligini o'sha ta'minlab beradigan narsa. Bozor kuch yig'adigan yoki-da yana bir kuchlanish olish uchun narximizni pastga tushayotgan harakati bo'ladi. Sizlar shu narsani unutmanglar. Bozor hech qachon bir tarafga qarab dakansi o'sib keta olmaydi. Tushunarli? Narximizni deylik bir tarafga qarab dakansi bayga deylik harakat bilan tikka chiqib ketavermaydi. Откат по-любому bo'ladi. Yoki-da narximizni misol uchun bir tarafga qarab, misol mana bir tarafga qarab narximizni tushib keta olmaydi. Tushunarli? Narximizni yuqoridan pastga qarab tikka tushib keta olmaydi. Narximizda по-любому откат bo'ladi. Tushunarli? Откат bu bozordagi o'sha kerakli bir ya'ni hodisalardan biri deb sanasak bo'ladi. Mana shuni unutmanglar. Откат eng muhim narsa. Narx hech qachon o'z-o'zidan faqat bayga yuravermaydi, doimiy tarzda yoki-da narx bizga doimiy tarzda yo selga tushib keta olmaydi. Yuqoridan pastga tusha olmaydi yoki-da mana bu holatda esa pastdan yuqoriga harakat qila olmaydi. Va sizlar shuni tushunib olinglarki, 90-80% holatdagi strategiyalar narxni yurib turgan holatdagi chap tarafini analiz qilinadi. Tushunarli? Narximizni deylik chap tarafda mana bunaqangi harakat qildimi, misol uchun o'ng tarafda bo'ladigan harakatni taxmin qilinadi. Tushunarli? Ya'ni sizlar misol uchun
chap tarafda mana bunaqangi harakatni ko'ryapsizlar, mana bu harakat yo'q hali. Sizlar uni faqatgina misol uchun ko'rmayapsizlar. Mana shu harakatni ko'rmayapsizlar sizlar. Keyingi harakatda. Mana bu liniya bizada deylik o'sha bizani yarim nuqtamiz, ya'ni o'sha biz ko'rib turgan nuqtamiz. Deylik undan oldin harakatlarimiz misol uchun mana bu yerda bunday tushgan, bunday chiqqan, yana tushgan, yana tushgan. Misol uchun mana shunaqangi harakatlar bo'layotibdi bizada. Tushunarli? Bu narsalarni biz ko'ramiz. Biza chap tarafni ko'ramiz, o'ng tarafni harakatini taxmin qilamiz va analiz qilamiz, tahlil qilamiz. Tushunarli? Biza mana shuni, ya'ni bizani, ya'ni qobiliyatimiz mana shu joyda sinaladi. Ya'ni biza chap tarafda qanchalik ustun va zo'r analizli, zo'r strategik yo'nalishlarni biladigan bo'lsak, biz o'ng tarafga kelgan paytida bemalol aniq holat bo'yicha ishlay olamiz. Tushunarli? Mana shu. Bu narsa juda ham katta yordam beradi sizlarga degan umiddaman. Xo'p, endi keyingi qismimizga o'tamiz. Demak, bu narsani tushunib oldik, impuls bir tarafli harakatimizni tushunib oldik va narximizni SMC strategiyasida shu narsa borki, narx trend davomiyligi. Trend davomiyligida bizga narximizni deylik, mana bu harakatda narximiz impuls berdi, to'g'rimi? Hop, mana buni o'chiramiz. Hop, mana impuls berdi, atkat berdi, narximiz yuqoriga chiqdida, o'zidan oldingi mana bu minimumni narx yangiladi, to'g'rimi? Narx yangiladi mana bu nuqtani, ya'ni buzib o'tdi. Tushunarli? Buzib o'tdimi? Demak, bu narsa bizga boz. Tushunarli? Mana shu boz. Bu SMC'da mana shunaqa qisqartirilgan holatda boz deb ataladi. Uzun nomi esimdan chiqib ketgan, break off structure, mana shunaqangi gaplar bor. Takor, mana shunaqangi ma'nosi, ya'ni break degani yorib o'tishlik, breakout deydi, yoki break off structure, mana shunaqangi. Hop, bu narsa yorib o'tgan tarafga qarab narx harakatini davom ettirishlik. Tushunarli? Boz so'zini ma'nosi mana shundan iborat. Ya'ni break off structure degani yoki breakout deylik. Breakout desa bu ma'qulroq. Out degani ya'ni yorib o'tgan tarafga chiqishlik, o'sha chiqishlik, chetga chiqishlik. Break degani buzishlik mana shu. Narximizni maksimumni buzdi va trendni davom ettirishligi. Bu narsa bizga boz, qisqartirilgan holatda. Xo'p, deylik, keyingi holatda ham biz shu narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni narximizda impuls yana mavjud bo'ldi, harakatimiz mavjud va bu holatda demak bilamizki, narxda minimum nuqtalari mana bular. Tushunarli? Minimum deganda sizlar mana bularni tushuninglar. Tushunarli? Sizlar minimum deb mana bu nuqtalarga e'tibor qaratasizlar. Minimum degan paytida uzr, mishkam sahal ahmoqona harakat qilyapti. Shunaqangi asabni aytyapti. Xo'p, mana xo'sh, juda ham sekin harakat qilyapti mishka. Mana bizda mana shu holatda minimumda mana shu nuqtalar, maksimumda esa teskarisi, ya'ni buni yuqori nuqtalari, bular maksimumlar bizga yuqori nuqta bo'ladi. Tushunarli? Minimumda pastki nuqtalar, maksimumda yuqori nuqta. Trend davomiyligida narx bir tarafda yangilaverishligi, bu narsa break off structure, mana shunaqangi gap yoki breakout. Xo'p, endi narximizni buy trendda bo'ladimi, sell trendda bo'ladimi? Trend davomiyligida narx o'zidan oldingi, misol uchun buy trendimizda o'zidan oldingi maksimumlarni narximizni yangilayotgan bo'lsa, bu narsa bizga buy trend deb ataladi. Trend bilan impuls tushunib olinglar. Impuls degani bir tarafga bo'lgan kuchli harakat, bu impuls. Trend esa bir tarafga ko'rsatilayotgan ko'plab bir harakatlardan iborat bo'lgan struktura. Tushunarli? Ya'ni harakat. Ma'no mazmunni tushunib olinglar. Ya'ni narximizni minimumlar yangilamaydi. Buy trend paytida yangilaydi, uni ham qachonki o'sha ICC'da yoki SMC'da shunaqa gap bor, liquidity sweep, ya'ni narx o'zidan oldingi minimumni yangilaydi, lekin
maksimumlarni yana yangilab ketishda davom ettiraveradi. Ya'ni aldamchi harakat berib qo'yganday bo'ladi yokida stoplarni ovlaymiz deb aytishadi. Bu narsalarni ham hozir qisqacha ko'rsatib beraman. Hozirchalikka gapdan, strategiyadan chalg'imaymiz. Xo'p, narximiz bir taraflama trend davomiyligidagi harakati, demak bu bizaga boz, tushunarli, ya'ni breakout. Xo'p, narximizni deylik o'zidan oldingi minimumni deylik mana bu joyda kelib narximizni yangiladi. Mana bu liniyaga sizlar e'tibor qaratinglar, sizlar chap tarafini kuzatyapsizlar, tushunarli? Grafikda chap tarafini kuzatyapsizlar, o'ng tarafini emas. Mana shu narximizni deylik, mana shu minimumni deylik o'zidan oldingi qonun qoidalarimizga e'tibor qaratinglar. Bost qonun qoidasi, demak o'zidan oldingi maksimumlarni yangilab borishligi, breakoutlar, tushunarli? Bu narsalar bizaga o'sha trend davomiyligi. Cho'ch esa mana shu, hop, strukturani o'zgarishligi. Change of character deydi, mana shunaqangi deyishadi yoki nimadirda ishqilib o'rganganimga bir yarim yil bo'ldi. Nomlari esa hali esimdan chiqib ketgan. Bu narsaga e'tibor qilmaysizlar, atak strukturani o'zgarishliklarini shunaqangi gaplar bilan atashadi. Xo'p, struktura buzilishligi. Narx o'zidan oldingi ikkitagacha bo'lgan yoki bittadan ikkitagacha bo'lgan minimum yoki maksimumni buzishligi. Ya'ni bitta minimumni buzishligida mana bu narsa, ya'ni aytilmoqda, tushunarli? Ya'ni narximizni bitta minimumni buzdi o'zidan oldingi harakatga ko'ra. Bu narsa cho'ch, tushunarli? Vot mana cho'ch deb nomlanadi. Nima yozilmadi gap? Bo'ldi mana. Xo'p, narx bo'z harakatidan keyin minimumlarni, mana bu minimumni kelib narx buzayotgan bo'lsa, demak bu cho'ch edi. Agarda ikkitagacha bo'lgan bo'lsa, dedim-ku, ya'ni bittadan ikkitagacha. Bu nima ma'noda anglatadi? Bu degani deylik struktura bizada kuchli harakat bo'lmagan mabetda bunaqaroq qilamiz. Xo'p, manaki bizada narximizdagi harakat deylik mana shu holatda bo'lgan. Bundan oldingi harakatni harakatini ham bunaqaroq qilamiz. Xo'p, mana shu holatda deylik mana bu, to'g'rimi? Ya'ni bittadan ikkitagacha minimum buzilinishligi bir-biriga yaqin bo'lib qolgan minimumlar nisbatan olinadi. Tushunarli? Ya'ni mana bu minimumga bu minimum yaqin, to'g'rimi? Mana shu minimum yaqin va narximizni bitta buzishlikni o'zidayoq ikkita minimumni buzib yuboradigan bo'lsa, bu narsa cho'ch sanalaveradi. Lekin grafik patternlarida shunday narsa borki, ya'ni kapalak pattern deyiladi. Kapalak yokida o'sha babuchka deyishadi. Babuchka edi adashmasam, o'sha kapalakka o'xshaydi. Nimasi o'xshaydi kapalakka desanglar, hop, bu narsani chizib bera olsam, hozir chizib ko'rsatib beraman. Xo'sh. Hozir qanday manaki shunda shu bo'lishi kerak-da. Xo'p, mana narximizni mana bu minimumdan x manaki narximizni harakati mana shu harakati kapalak bo'ladi. Bu narsani YouTube'dagi yoki Instagram'dagi Reels videolardan ham ko'rib, misol uchun tushunib olsanglar ham bo'ladi. Mana bu narsa kapalak, tushunarli? Manaki narximizda mana bu maksimumgacha bo'lgan harakatni mana bu yerda raqamlarda yozib ham ko'rsatadi. Mana bu joydagi minimumdan bu joygacha bo'lgan uzunlikni ham manaki 0,876 deb ko'rsatyapti, to'g'rimi? Manaki bu narsalar bizaga ya'ni kapalak patternida keltirib beriladi. Shu narsaga sizlar e'tibor qaratinglar. Bu buni sekretini sizlarga hozirda o'zida aytib o'tib ketganim ma'qul. Mana bu joydagi ko'rsatilgan raqamlar bizga juda ham muhim. Tushunarli? Bu joyda ko'rsatilgan raqamlar juda ham muhim.
Nima uchun? Birinchi navbatda sizlar tushunib olinglar. Обычный Fibonacci strategiyamizni bilamiz, to'g'rimi? Deylik, обычный Fibonacci'ni olasizlar. Mana shu Fibonacci'ni olasizlarda, mana bu joyda yozilgan raqamni olib olasizlar. Mana bu raqam sizlarga take profit. Tushunarli? Endi buni hech qayerda yo'q, bu darslik hech qayerda yo'q, to'g'risi. Bu narsani o'zim o'sha mana buni chizib, mana bunaqangi hisob kitoblar qilib, qilganimda tushunganman. Mana bu maksimumgacha bo'lgan harakatda narximizni 1.33 deb nomlayapti, 303 deb nomlayapti, to'g'rimi? Demak, biz Fibonacci'ga kiramiz, nastroykamizga kiramiz, tushunarli? Va birorta bir raqamni yozasizlar yoki mana bu, misol uchun 1272 raqamimizga yozasizlar 1.303, tushunarli? 303 mana yozdik. Bu take profit bizga. Qolgan raqamni kerak emas. Mana misol uchun qolgan raqamlarni o'chirib tashlayman mana 05 larni ham hammasini o'chirib tashlayman. Mana faqat 1 bilan 0 ni qoldiraman, bo'ldi mana. 1 bilan 0 ni qoldirdim, bo'ldi. Manaki bizda ikkita raqam bor faqat, bo'ldi. 3 ta raqam bor, bo'ldi. Ya'ni minimum bilan maksimumdagi raqamlarimiz mana 303 raqami qoldi bizda. Tushunarli? Va ikkinchi raqamimizda pastdagi mana bu ikkita raqam 0889 misol uchun. Mana bu minimumni harakatiga qarab bu narsa raqam o'zgaradi. Mana bunday qilaversanglar 1 ga aylanib ketadi, bunday qilaversanglar ham o'zgarib ketaveradi. Tushunarli? Lekin bizda shu narsani tushunib olinglarki, mana bu harakatiga sizlar e'tibor qaratasizlar. Xo'p, mana bu yerdagi raqamni ikkita raqamimiz 0889. Tushunarli? 0889 ni mana shu yerga sizlar deylik bitta raqamni olasizlarda, mana shu yerga deylik 0889. Tushunarli? 0889 gacha bu OTS zonasigacha narx yetib boradi degani. 0889 emas, o'zi asosan bizada 0786 ham olsak bo'ladi va mana shu ikkita diapazon. Tushunarli? Mana shu ikkita diapazon bizga demak, ya'ni o'sha harakatimizni tushuntirib beryapti. Va endi Fibonacci nastroykasini qilib oldik. Nastroykani babichkaga nisbatan qarab oldik. Уже SMC dan ham boshqa narsaga o'tib ketdik. Lekin bu menimcha foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, endi biza mana bu strukturaga qaytamiz, nastroyka qilib oldik va strukturani ko'rganimizdan keyin babichkani olganmiz va birinchi navbatda Fibonacci'ni yuqori qismidan pastga qaratib tortamiz. Babichka hosil bo'lgandan keyin, tushunarli? Strukturani maksimumidan minimumiga qaratib Fiboni tortasizlar. Mana shu holatda. Va xo'p, ko'p kishi OTS zonani maqtaydi, lekin men ko'pincha mana buni maqtayman. Nima uchun? Chunki narximiz ikkita minimum bir-biriga yaqin va narx bitta buzishda o'zidayoq ikkita minimumni ketma-ketlikda buzadigan bo'lsa, mana bu strukturani hosil qilib beradi. Va agarda biz Fibonacci'da mana shu holatda maksimumidan minimumga qarab tortganimizda, deylik, mana shu joygacha bo'lgan harakatimizda mana shunaqangi harakat qilib beradi. 0786, tushunarli? 0786 dan 0889 raqamigacha bo'lgan diapazon sizlarga asosiy shedevr razgonniy zona. Tushunarli? Mana shu. Bu grafik pattern darslarimizdan biri edi, lekin hozir o'tishimga to'g'ri kelib qoldi. Chunki gapirib qo'ydim, gapimga esa test qilish kerak. Mana shu. Va bu narsa bizda manaki. Tushunarli? 1889 dan 0786 gacha bo'lgan diapazon bizdagi asosiy razgon zona. Zonani aniqlashtiradi, menimcha tushunib oldinglar. Fibo raqamlari o'zgaruvchan. Narx strukturaga qarab o'zgaraveradi. Tushunarli? Misol uchun, men sizlarga aytgandim, Fibonacci'da men biladigan algoritmlari slishkim ko'p. Fiboni misol uchun men o'zim normalligini ko'p turlarini bilaman. Misol faqatgina men bunaqangi обычный Fibonacci'da olib turib 1618, 0786 yoki da 0618 ga kelsanglar buy qilishinglar kerak, sell qilishinglar kerak emas. Tushunarli? Narx harakati o'zgaruvchan va bu narsaga moslashuvchanlik ham talab qilinadi. Ko'p kishi aytadi, strukturalar o'zgaradi, harakatlar o'zgaradi.
ularga moslashishinglar kerak. Lekin moslashuvchan va bir-biriga qo'shilib keta oladigan strategiya bu bizga Fibonacci. Tushunarli? Fibonacci'ni ko'plab strategiyalar bilan mix qilib ishlatsa bo'ladi. Mana shuning uchun sizlar e'tibor bilan qaratinglar. O'ta zona strategiyalar bor, yana boshqa strategiyalar. Men sizlarga bugun SMC bo'yicha tushuntirdim va ikkita minimumni bir-birida buzaverishligida shu joyda o'tganini ma'qulladim, chunki bu strategiyani ishlab berishlik foizi, mana shu strategiyani ishlab berishlik foizi почти 90%ga teng sanaladi. Tushunarli? Demak, bizada bozor o'zgaruvchan, to'g'rimi? Bozor o'zgaruvchan va bizada mana bu keltirib berilgan raqamlar orqali Fibonacci nastroykamizni nastroyka qildik va bu harakat bilan biz aniq bir ma'lum bir, ya'ni razgon zonamizni topib oldik va narximizni mana shu zonaga kirib kelganda entryni amalga oshirdik va endigi navbatda narximizga Fibonacci'da mana bu minimumidan endi boya maksimumdan minimumga qarab tortgan bo'lsak, endi minimumidan maksimumiga qaratib boyagi raqamlar bilan tortamiz. Hop, men nastroykani yana o'zgartirib yuboribman. Hop, men uni o'qigan paytimda zadniy qilsam qaytadi-ku, to'g'rimi? Hop, zadniy qilsam qaytadi. Mana shuni olasizlar endi. Teskarisiga tortasizlar, boyagi nastroyka bo'yicha. Mana buni aniqlagan nastroykamiz raqamlari bo'yicha. Tushunarli? Hop, mana shu holatda tortasizlar. Mana shu holatda tortasizlar va misol mana shu narsani teskarisiga mana bu holatda tortganinglardan keyin bizdagi boyagi 1-303 raqamimiz mana bu pastki oralig'iga ko'chadi. Tushunarli? Va mana shu yergacha narximiz yurib berishligi kuzatiladi. Take profit sifatida. Tushunasizlarmi? Men Fibonacci'da biladigan algoritmlarim slishkom ko'p. Kimdir nimadirda ishi yokida unaqa yokida gaplar bittasi borda aqlli qo'shtirnoq ichida o'zicha 4236 dan tasdiq qilib olaverayotgan ahmoqona gaplar menda emas. Tushunarli? Fiboni men juda ham yaxshi tushunaman va kimdir agarda Fibo bo'yicha o'yin qiladigan bo'lsa yokida lishniy narsa qilaverayotgan bo'lsa yokida yomonlaydigan bo'lsa, men chidab turolmayman. Qo'shtirnoq ichidagi millionlab kuzatuvchilarga ega bo'lgan inson bo'lib turib, Fiboni unaqa tortsanglar ham, bunaqa tortsanglar ham 2618 kelib chiqaveradi deydiganlar bor. Yokida Fibo oddiy narsa, Fiboni tasdiq sifatida ishlatish kerak, Fiboga tayanib qolib bo'lmaydi deydiganlar bor. Yo'q. Aslida Fiboni tupiy holatda, qo'shtirnoq ichida unaqa gaplar qilib tashlashgan ahmoqona gaplar bilan, lekin men ularga lishni gapim ham yo'q, ularni otini ham aytayotganim yo'q, boshqa ham narsa emas. Prostaki sizlar nimani o'rganayotganinglarga e'tibor qaratinglar. Tushunarli? Kimnidir gapiga emas, kimnidir fikriga emas, sizlar yuraginglarga yoqqan narsani o'rganinglar. Tradingda agarda hamma strategiya zo'r bo'lganda edi yoki bitta strategiya zo'r bo'lganda edi, hozirgi paytda 10 mingdan ortiq strategiya mavjud. Bu narsani ChatGPTga yozsanglar ham o'zi keltirib beradi. Agarda har bir indikator, har bir robotlarni agarda strategik holatdagi narsa deb olinsa, 100 mingdan ortiq, tasavvur qilyapsizlarmi? 100 mingdan ortiq strategiya mavjud bo'lib qoladi. Agarda robot bilan indikatorlar qo'shilinsa, lekin bu narsalarni qo'shmagan holatda ham bizada 10 ming tasavvur qilyapsizlarmi? 10 mingta strategiya. Men 50 ta strategiya bilaman. O'zbekistonda 50 ta strategiya bilaman deganlar hali beri yo'q. Ko'rmaganman. Bo'lsa aytsin, или test qilib bersin gapiga. Mana shu. Men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa shuki, qo'shtirnoq ichidagi million подписчики bo'lib turib, ahmoqona gap gapirib o'tirish bu xato. Yoki u narsani ketidan qilib ketish ham xato. Tushunarli? Men desam, kimnidir подписчики ko'p bo'lsa, uni gapi zo'r deb qolmaydi-da, mana shu. Aytaman-ku, Fiboni unaqa tortsanglar ham, bunaqa tortsanglar ham 0.5 kelib chiqaveradi yoki
0236 kelib chiqaveradi, 2618 kelib chiqaveradi degan gaplar bu xato. Yokida 4236 ni tasdiq qilib olayotgan qo'shtirnoqchidagi aqllilar ham bor. Bu narsani kim haqida va nima haqida gapirayotgan ko'pchilik tushungan mana shu. Lekin man otlarini aytayotganim yo'q yokida boshqa narsa emas. Man bu yerda ularni olib turib so'kayotganim yo'q yokida boshqa narsa emas. Man aytayotgan narsa shundaki, sizlar подписчик ko'p deb yokida boshqa deb strategiya ajratavermanglar. Sizlar yo'nalishni o'zinglar uchun tushunib olinglar, bo'ldi. Mana shu gapim. Xo'p, demak, strukturani harakatiga qarab aniqlashlikni tushunib oldik, to'g'rimi? Ya'ni mana bu harakatimizga ko'ra 1.303 raqami va 0.889 diapazonni biz entry razgon zona qilib olayotganmiz, demak, mana yuqori qismidan pastki qismiga qarab tortgan holatda boyagi Fibonacci'ni qaytaramiz. Hop, manaki boyagi Fibonacci'ni qaytardik. Hop, manaki mana yuqori nuqtasidan mana yuqori nuqtasidan pastga qarab tortgan holatda, demak biz zona olamiz. Hop, manaki biz razgonni zona topib olamiz mana shu holatda. 0.86 bilan mana shu diapazon. Tushunarli? Take profitga kelgan paytida esa biz xuddi shu narsani teskarisiga tortamiz. Tushunarli? Mana shu holatda biz teskarisiga tortamizda, mana bu holatda bu ikki taraflama, ya'ni ikki taraflama minimum bir vaqt o'zida buzilganda va pattern, kapalak patternni hosil qilgan paytda biz oladigan narsa ekan, to'g'rimi? Boya tortgandim mana, вот manaki. Mana shu holatda biz take profit aniqlashimiz mumkin. Tushunarli? Вот manaki sizlarga strategiya. Mana shu. Bu darslikda menimcha hech qayerda yo'q. Aynan mana shu holatda tushuntirilgan variantda to'g'ri. Mana bu strategiya bor. Misol uchun kapalak strategiyasi, Fibonacci oddiy strategiyalari ham bor. OTE zona ham deb olishadi ko'p kishi. Bu ham to'g'ri. Lekin bitta mana bu orqali Fibonacci butun boshli raqamni o'zgartirgan holatda take profit va stop loss aniqlashlikda menimcha birinchi marta ko'ryapsizlar degan umiddaman. Xo'p, agarda kimdir qilgan bo'lsa ham omadini bersin, xo'p, ish qilib bo'ldi. Endi demak menimcha tushundinglar. Уже 30 minut vaqtimiz ketdi. Elliotga bilmadim, xudo biladi. Necha soatlik dars bo'ladi bu. Chunki Elliot qisqa narsa emasda. Manga ham oson emas. Mana ham tushundinglar, videoni to'xtatib turib, pauza qilib turib, borib suv ichib kelolmayman yokida shu o'tiraman, shu darsga bor e'tiborimni bag'ishlab o'tiraman. Tushunasizlarmi? Gapirib o'tiraman. Misol uchun oldimda kimdir yo'q yokida boshqa. Prosta o'zinglar bir o'ylab ko'ringlar, o'zinglar tushunadigan strategiyani shunday zapis qo'shinglarda, hech kim yo'q, hech kim misol uchun efir emas. Lekin sizlar dars o'tib o'tiradigan bo'lsanglar, bu boshqachada, bunday qaraganda qiyin, bunday qaraganda prosta kelmasa shu gap bilan ifodalash sahal qiyinroq. Xo'p, demak, menimcha tushuniladigan umiddaman mana bu narsani. Demak, narximizni bittadan ikkitagacha bo'lgan minimumni bir vaqtda buzib yuborishligi bu o'sha choch harakati ekan. Bir taraflama harakat esa bu boz. Bir marotaba buzilgan minimum bu choch. Tushunarli? Mana shu. Va endi bu narsadan o'chiramiz. Kelinglar katta strukturaga endi qaytamiz. Menimcha SMC'da qisman bir ma'nosini tushunib oldinglar. Trend to'g'ri aniqlashlik variantini va endi sizlar bilan SMC'da ichki kuchli variantga qaytamiz. Xo'p, endigi variantimizda sizlar mana bu narsaga xush kelibsizlar. Kimdirlar ko'rib cho'za va xuya deyishi mumkin. To'g'ri, hamma narsa men chizganchalik bo'lavermaydi, harakatlar ham, lekin ma'no mazmunlari baribir ham bir xil. Tushunarli? Shuning uchun mana bu narsaga sal chalg'imanglar. Daxuy deyilgan naxuy kerak edi. Qilib shu. Xo'p. Narximiz bir taraflama harakatda narx minimumdan buzayotgan bo'lsa, demak bular boz, to'g'rimi? Endi narximizni o'zidan oldingi maksimumni deylik, narx minimumni yangilab kelayotgan payti o'zidan oldingi maksimumni yangilasa, demak bu
choch mana bu harakat bilan narx yangiladi va undan keyingi harakatda narximizni chochdan keyin atkat qiladi va atkatdan keyin narximizni yana bir bor maksimum yangilashligi bu boz. Tushunarli? Choch bizada bir marotaba bo'ladi, ikki marotaba choch bo'lavermaydi. Xo'p, endi agarda narximizni chochdan keyin atkat qildi, to'g'rimi? Va narximizni keldi, yuqori maksimumni yordi va bu boz bo'ldi. Asosan ko'pchilik xato qiladigan narsa tasdiqlangan minimum deb mana buni olib qolishadi. Nima uchun? Chunki mana bu yerda choch bo'ldi va narximizni atkat qildida yuqoriga maksimum yangiladi, to'g'rimi? Va aynan mana shu maksimumni yangilagan paytida aksariyat treyderlar ko'p xato qiladi mana shu joyda. Yangilagan paytida bo'ldi, tasdiqlangan trend bor, tasdiqlangan minimum maksimum bor dedi. Ya'ni tasdiqlangan minimum maksimum nima atalib dedi. Sizlar e'tibor qaratinglar. Narximizni sell trendda keldi. Choch qildi mana bu nuqtani. Narx atkatan qilib berdi. Struktura tasdiqlandi, bayga o'zgardi. Chunki narximizni chochdan keyin boz qildimi, demak bu bayga o'zgardi. Tushunarli? Bayga o'zgargandan keyin bu narsani mana bu nuqtani minimum deb olishadi-da. Hozir mana bu nuqtani minimum deb olishadi, mana bu nuqtani maksimum deb olishadi. Va mana shu holatda narximizni kelib turib minimumni buzayotgan bo'lsa, bu holatda biz stop olib qolamiz. Tushunarli? Kimdir chalkashib ketishi mumkin. Hozir yaxshilab tushunib olinglar. Choch bo'ldi, chochdan keyin boz bo'ldi, to'g'rimi? Bozda o'sha atkati mavjud. Atkatdan maksimumga qaratib kimdir fibon tortadida tasdiqlangan minimum maksimum deb olaverishadi. Tushunapsizlarmi? Xato mana shu. Ya'ni bu holatda liquidity sweep, ya'ni liquid sweep bo'linishligiga to'g'ri kelib qolishadi. Qisqacha narezga tashlab o'tib ketaman. Shogirdlar mana bu narsani ko'rib olinglar, shogirdlar. Tushunarli? Mana shu narsani ko'ringlar. Mana shu variantda ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, bu shogirdlar narezga edi. Xo'p, endi xo'sh. Tushunadigan shogird mana shu yerda o'zidan bosaveradi gazini. Xo'p, endi обычный holatga ko'ra Fibonacci'da mana bu holatda tortishadi ko'pincha insonlar. Mana shu holatda tortadida stop olib qoladi. Bir nuqtaga stop qo'ygan holatida. Bu xato. Tushunarli? Bu variantda biz asosan liquid sweeplikka uchrab qolamiz. Liquid sweep bo'linishligiga uchraymiz. Va yana narximiz boz harakatini qiladi, yana boz bo'ladi. Narximiz keyin minimumda yangilanmayapti va bu holatda esa endi chosh bo'ladi yana. Tushunarli? Narx endi sellga o'zgartiradi harakatini va sellga o'zgargan paytida narximizni atkat qiladi va OTY zona strategiyasiga yetib kelamiz. OTY zonamizda narximizni deylik yuqori nuqtasidan pastki nuqtasiga Fibonacci qaratib tortasizlar va OTY bo'yicha o'zi strategiya zonasi mavjud. Mana bu zonalar bizda mavjudki, hop mana manaki. Mana shu bizda OTY zona. Tushunarli? OTY zona bizda Fibonacci raqamlari orqali aniqlanadi. Uni to'g'ridan to'g'ri ma'nosi shundan iboratki, mana bu harakatimizdagi FEG order block zonalari, ya'ni olinishligi nisbatan aytilinadi. Bu narsa OTY zona. Tushunarli? Optimal trend entry. Bu narsani to'laqonli o'zbekcha o'sha o'zini ma'nosi. Qisqartirib holatdagi nomi OTY. Mana bu yerdagi esa choch, liquidity sweep. Bu liquid sweepligi aynan mana shu yerdagi pullarni, deylik stoplarni narx buzishligi, ovlashligi deb atashadi ICT strategiyasida. Xo'p, boss esa break of structure, o'sha bir taraflama harakat ketishligi yoki breakout. Choch esa bizda o'sha strukturani o'zgarishligidan dalolat beradigan narsa edi. OTY esa struktura cho'chgan paytida narximiz maksimumdan minimumga Fibonacci tortgan holatda 0705, 0755, 0786 oralig'idan narximizni bir marotaba, tushunarli, boya aytgandek ikki marotaba ikkita minimumni bir vaqtda buzganda bizni mana bunaqangi Fiboga yaqin narsa raqamlarni o'zimizga mavjud qo'ygandik, to'g'rimi? Lekin OTY zonada esa bu narsa emas.
tushunarli. O'tay zonada bizada bir marotaba buzilgan bo'lsa ham biz o'tay, ya'ni optimal trend entry bo'yicha Fibonacci tortib ishlata olamiz. Va bizani bu holatdagi entrymiz mana bu diapazondan mana shu 3 ta uровень bo'layotgan bo'lsa, 3 ta uровеньdan ham entry amalga oshiramiz. Misol uchun, hop, stopi mana bu stopi. Xo'sh. Mana shu yerda stopi va umumiy hisobda bizda примерно bir 3 tacha entry bo'ladi. 0.86 dan или bir nuqtada stop lossimiz bo'ladi. Mana 0.86 ga tekis qilib qo'ydim. Xo'sh, mana stopini bir nuqtaga olib kelib qo'yamiz. Mana уже oppoq bo'lib ketdi. Mana aka. Mana bu holatda biz 3 ta entry amalga oshiramiz. Birinchi entryimizning take profiti 0 nuqtada, ikkinchi entryimizning take profiti undan keyingi bir harakatga ko'ra minimumida bo'ladi. Ya'ni undan oldingi harakatga ko'ra bo'lgan minimumda mana shunda bo'ladi. Umumiy harakatga ko'ra esa mana bu holatdagi entrymizda esa biza общий, ya'ni trendoviy holatdagi eng pastki nuqta, ya'ni eng pastki nuqta deb mana bu nuqta olinyapti va bu harakatga ko'ra biza entry amalga oshiramiz. Tushunarli? Mana shu. Va mana bu holatda biza xo'sh, mana bilan to'g'rilab olaylik. Mana buni take profiti, qaranglar, o'zidan oldingi minimum yoki maksimumlarga nisbatan o'zgaraveradi. Take profitlarimiz. Birinchi take profitimiz demak boyagi cho'ch bo'lgan nuqta edi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu nuqta edi bizda. Cho'ch bo'lgan birinchi nuqta edi. Mana cho'ch qilingan minimumga biz take profit qo'ygan edik mana bu joyda. Mana bu joyda. Biz mana shu joyda take profit qo'ygan edik. Va undan keyingi harakatga ko'ra esa liquidity sweep bo'lgan minimum nuqtamizga keyingi take profit oldik. Va undan keyingi harakatga ko'ra esa narximizni eng pastki minimum nuqtasiga take profit olamiz. Bu narsa SMC strategiyasidagi take profitlar jamlanmasi sanaladi. Menimcha Elliotga уже oshqozonimizni torli qiladi. Elliot darsligini keyingi darsda menimcha o'tganim ma'qul va bugunga menimcha уже kerakdan ortiq narsani tushuntirib berdim. Keyingi darsimizda xudo xohlasa Elliotni tushuntirib beraman. Uzr, Elliotni bugun o'tishim kerak edi, lekin Elliot darsini men alohida o'zim o'tgan paytda ham o'rtacha holatda 1,5 soatlab vaqtim ketadi. Shuning uchun bugungi zapisimiz uzun bo'lib ketmasin va sizlarni ham nozikkina miyanglarni asragan holatda, shuning uchun halicha ko'p narsa bilan to'ldirib yuborishga halicha vaqtli. Menimcha darslarimiz sizlarga tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Ko'rganlar uchun, kuzatganlar uchun kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, podpiska bosinglar. O'z fikringlarni yozib qoldiringlar va hammaga yaxshi kayfiyat, yaxshi yomon so'zlar uchun va uzr va rahmat. Mana shu. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.